Tinglar eshitinglar ovozni mana. Bu narsa hadovoydan deb o'ylashlaring mumkin. Hadovoydan emas. Mashina ton yorilib ketgan mana. Podramniklari uzilib ketgan oldilarigacha mana yonboshlari. Tonni chokilari uzilib ketgan. Bu narsa ko'proq Nexia 1larda avariyni bo'lib mana shu qolib ketgan bo'ladi. Udar qolib ketgan, yaxshi pishirilmagan, natijada mana shunday bo'ladi. Bu narsani cho'tka qilib, pishirib, zavodskoyda qanday qilib cho'tka qilib beramiz. Bo'lgan jarayonni qo'yib, bitta bosib ko'rsatib beramiz. Ungacha Nexiachilar, legendami neganlar, bittadan like bosib turinglar, boshladik. Mashinamiz tayyor bo'ldi, bitta baho berasizlar mana. Amortizatorlarda ishlagani endi bilinyapti. Cho'tka qilib pishirib berdik, yorug'lari tiniq bo'ldi. Tepalargacha pishirib berdik. Akamiz taksist ekanlar, arzon qilib berdik. Juda ham xursand bo'lishdi, duo qilib qo'yishdi. Akalar, shunaqa xizmat kerak bo'lsa kelaverasizlar. Hadovoy, razval, yog' almashtirish, kemping xizmati hammalarni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, videoga like bosib, Nexia'si bolalarga jo'natib qo'yamiz.